alaykum aziz yurtdoshlar. Mana navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Alyumin profillanishga tayyorlanganmiz. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. O'zigacha shaklda chiqdi bu ham. Shatlankasi oq qolgan. Zamonaviy balkon zamoniga qo'yib berganmiz. Qanoti ham balkon bo'lgan. Xudo xolasa ochilgan moshina. Bu hammom eshigimiz. Gulli oyna qo'yib berganmiz. Oynasi 2 qavat hammasini. Bu yerda jami 9 ta eshik bor. Hozir bir qator ko'rsatib o'taman har birini. Xudo xolasa mana juda ham chiroyli chiqdi. Ham chotki. Bu yerda bitta eshigimiz bor. Yo'qchilar ushlar ko'rsatib o'taman. Ulanishlarni ham aqoratli. Bu yerda bitta hammom eshigimiz bor. Bu yerda jami 3 ta hammom eshik bor. Qolganlari ochilib boqishlari juda ham mo'shning. Bu ikkinchi etajimizga общий 5 ta ko'targanmiz. Hozir past tomondan ham ko'rsatib o'taman. Bu pastdagi 3 ta eshigimiz. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqdi. Buni summasiga keladigan bo'lsak, 14 million so'mga qilib berdik hammasini. Xudo xolasa kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bu bilan murojaat qila olasizlar. Pastda nomer qoldiramiz, dastlabki hammasi ichida. Navbatdagi 3-hammom eshigimiz. Aytganimdek 3 ta hammom eshik bor. Qolganlari 6 eshik. Xudo xolasa pastda nomer qoldiramiz. Qiziqqanlar bemalol murojaat qilib qila olasizlar. Vodiy bo'ylab dastlabki ustanobki hammasi ichida. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, obuna bo'lmasanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan ham go'zal, bundan ham zo'r ishlarni yana chiqarib boramiz. Rahmat hammaga.